xitoyliklar ko'payib ketyapti degan gapga eshitib nervini tomiri o'ynab qolgan, orqalari achishayotgan odamlar eshitib olinglar. Xitoyliklarni kelishi oddiy xalqqa juda foyda keltiradi, bu aniq. Xo'p, agar shunaqa boykot qilamiz deyotgan odamlar bo'lsa, ular nonni yarimta bo'layapti xitoyliklar kelganidan. O'shaning uchun shunaqa fikrdasizlar. Agar besababdan shunaqa prosta xitoyliklarni yomon ko'rgandan boykot qilaman deyotgan bo'lsanglar, o'shanaqa ishlab chiqarish sanoatdagi odamlarni gruppasiga, boykot qiladigan gruppalariga sizlar ham support qilyapsizlar xolos. Shuning uchun qo'yinglar, unaqa narsa kerak emas. Rivojlantiradi xolos. Ular bu yerga Xitoyning qonunini o'tkazaman deb kelmagan.